Nimaga PUBG Mobile oxirgi paytlar o'yinga oldiviy kiyimlarni, jestlarni, arujalarni qaytarib yotibdi. Mana hozir ham o'yinga Scarlet Tick va juda ham oldiviy aruja qo'shildi va hozir sizlar bilan birgalikda mana shu arujani open case qilamiz, olmagunimizcha to'xtamaymiz. Hammaga assalomu alaykum, siz bilan Kardinal. Yaxshimisizlar, charchamasdan do'stlar. Bugun PUBG Mobile ga oldiviy arujalar qaytib keldi, ya'ni Kybervik degan ruletka qo'shildi PUBG Mobile ga. Mana shu ruletkaga hamma mifический kiyimlar, oldiviy arujalar qaytarib yotibdi va hozir mana ko'radigan bo'lsak, mana обменять bo'limiga kirsak, qaranglar qanaqa arujalar qo'shilgan. Assalom, yaxshimisizlar? Assalom. Ramikam bor bugungi open case videomizda do'stlar. Qo'yish nimalar qaytibdi? Qara Ramik. Mana do'stlar, mana shu arujalar o'yinga qo'shilgan. Fraun M24. Okey, bu premium case'ga qaytgandi. Bu ham premium case'ga qaytgandi. Bu ham premium case'ga qaytgandi. Mana bu ham qaytgandi. Mana bu akkauntimda yo'q, o'zim akkauntimda yo'q. Mana shu akkauntimda ham open case qilaman. Mana bu Scarlet Tick va nima bor. Mana bu yerda premium case'ga qaytgan arujalarda bam Scarlet Tick va. Do'stlar, bu Scarlet Tick vani bilganlar biladi. Juda ham oldiviy aruja. Shunday. Mana akkauntimda bu avvaldan bor edi bu. Mana jes turishi zo'r deyman, mana jes turishi zo'r. Effekt topadan ham qo'shgan. Bu Halloween bayram. Обновление payti qo'shishgandi buni. Ma'miz SKS uncha muhim emas. Biz ham mana shu video davomida mana shu Scarlet tushirib olishimiz kerak. Tak, unda open case boshlaymiz. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Qaranglar, bu yerda ruletka umuman boshqacha. Agar biz bitta mana bu Kyber degan monetasini tushirib olsak, biz mana bu yerdan xohlagan arujalarni sotib olishimiz mumkin. Prosta xohlagan. Hozir hammasini video davomida tushunib olasizlar. Biz tinchgina open case boshlaymiz va kardiolayman. Videoni boshidan like, obuna so'ramadim. Hoziroq videomizga like bosing. Kanalga 62 mingta iman bosib qo'yinglar, chunki siz like gap o'z yo'liga. Davaychi hammamiz hozir obuna bosamiz. Nechta kirib Kardinal GG deb qo'yib bitta emas, 3 ta obunachimga prosta O'zbekiston bo'yicha ishonchli eng arzon servis Kardinal UC do'stlar. Men hammalarga tavsiya qilaman. Yana ana bitta berdi. Ana UC'ni omadligi ana bilinib o'tiribdi. Ko'ryapsizlar? Kardinal UC desam beradi-da, Kardinal UC desam beradi. Vot. Ko'ryapsizlar? Ramik, sen 50 minglik konkursga qatnashdingmi? Qatnashdim. Yana boshlading. Qatnashdim unga. Kecha qatnashdi-da, mana bolaman 50 do'stlar. Men oilada bitta bir klanimizga Xorazmxon mana juda ham ko'p berganlar bizga open case'ga akkauntlarni. Vo ana. Teteramik bormi bu klanda? Yo'q, Ramik kiber bo'lib ketgan. Oilada bitta bir plus bor, ana bor. Bo'ldi, klanimiz obzorim. Mana bu bola g'ib bekorchi. Yana bittasi bor. Tak. Mana bu ham ma'mur tizza bu. Shu uchun tizza kommentariyada yozib qoldirar. Ramik tizza. Bu klandagilar hammasi bitta oila do'stlar. Men bu odamam g'irb bekorchi. Hech kim tanimaydi qizlar. Qizlardan boshqa hech kim tanimaydi bu odamni. Tak, men bu yerga kiramiz endi. Arujalarni sotib olamiz. Tak, bam. Bam. Scarlet Tick va do'stlar, albatta videoga like bosing, obuna bo'ling обязательно. Chunki men o'zimni gapim ustidan chiqdim videoni boshida qancha yana bitta bor bizdan do'stlar. Haftalik hozir aksiya ketmoqda. Katta UC'larga 8100 UC narxi, hamma yerda 1 million 200 ming bir joyda hamma qimmat qiladi-da. Bilaman juda bemalol. Men shu ruletkani. Tak, monetalarni beryapti. 476 ta yig'ilgan. Yana bitta mamdan sotib olsak agar, bizda ikkita mana shunaqa kartochka bo'ldi. Ikkita kartochka bo'ldimi? Ikkita kartochkadan biz 6 ta material olishimiz mumkin. Ko'rdinglarmi? 6 ta material bu yerdan olsak, biz jami bugun где-то 12 ming UC sarfladik mana shu ruletkaga. 12 ming UC ga hozircha ikkita prokachka oldik, 4 ta material, mana bu ikkitasini agar обмен qiladigan bo'lsak, 6 ta materialga 10 ta. 12 ming UC ga 10 ta material, ikkita prokachka просто bomba. Ikkita prokachka emas, bu Scarlet Tick va do'stlar. Bu Scarlet Tick
Mana bu. Yey! Hozir mana shuni bemalol kilchat qilsak bo'ladi-da. Mana hozir materialni sotib olib va do'stlar, kim menga akkauntimga populyarka tashlasa, UC yutib oladi. Mana ID raqamimni terib, shunda populyarni tashlaysiz. Shunaqa battleda qo'llab-quvvatlab o'rsangiz juda ham xursand bo'lardim. Haftalikda birinchi o'ringa kirganga 660 UC, ikkinchi, uchinchi o'ringa kirganga 325 UC dan, 4-o'rindan to 10-o'ringa kirganga 120 UC dan, 11-o'rindan to 20-o'ringa kirganga men ham sizlarga yaxshi populyarkalardan qaytaraman. Populyarka tashlaganlarga kattakon rahmat. G'oliblar esa yakshanba kuni aniqlanadi. Ya'ni hammalarga rahmat, populyarka tashlaganlarga bemalol populyarka tashlab UC olishingiz mumkin. Va do'stlar, yana muhim eslatmam, Telegramda konkurs bo'lyapti. 50 UC'lik qatnashib qo'yinglar. Silkasi videoning tagida konkurs uchun deb qoldirganman. Silkani ustiga bosasiz, silka kommentariyadan bo'ladi, opsiyadan bo'ladi. Ikkalasidan bittasiga konkurs uchun deb qoldirganman. Silkani ustiga bosasiz. Telegram kanal konkursimiz 10-dekabr kuni aniqlanadi. G'oliblarni esa streamda random tarzda aniqlab, g'olibiga 50 UC tashab beramiz va UC bonuslar bilan bir 70 UC bo'ladi. Akkauntingizni shaxsan o'zim 70 UC ga takoy qilib kuchaytirib beraman do'stlar. Asosiysi bizning konkursimiz halol streamda bo'ladi do'stlar. Konkursga qatnashganlarga omad tilab qolaman. Kim yutsa ham, xudo xohlasa, eng zo'r akkaunt bo'ladi. Konkursda hammaga omad. UC kerak bo'lsa ham silkasi videoning tagida eng omadli UC, Guardian UC, item bo'lish skidga ham bo'lyapti. Xo'sh, Guardian esa video oxirida men sizlarga yana bir bor rahmat aytaman. Videoga